hurmatli deputatlar va sessiya qatnashchilari. Bugun biz Xalq deputatlari Yangiyer shahar kengashi sessiyasi vakolatiga kiradigan masalalarni ko'rib chiqishga yig'ildik. Bugungi sessiyamizda Xalq deputatlari Yangiyer shahar kengashiga saylangan 20 nafar deputatdan 15 nafari ishtirok etmoqda. Saylangan deputatlar hisobidan kvorum yetarli. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 16-iyundagi BF 6247 sonli farmoniga muvofiq 21-sessiya ishimiz shahar hokimligining Facebook sahifasidan to'g'ridan-to'g'ri uzatilmoqda. 7-chaqiriq Xalq deputatlari Yangiyer shahar kengashining navbatdan tashqari 20-sessiyasi ochish to'g'risida kimda qanday takliflar bor? Ochilsin degan takliflar tushyapti. Ushbu taklifni ovozga qo'yaman. Rozilar? Qarshilar? Yo'q. Betaraflar yo'q. Sessiyani ochiq deb e'lon qilaman. Hurmatli deputatlar, avvalo biz sessiya kotibini saylab olishimiz lozim. Sessiya kotibi etib 12-Ma'rifat saylov okrugidan deputat Boymirzayeva Gulnora Xo'janovani saylash taklifini kiritaman. Boshqa takliflar bormi? Yo'q bo'lsa, taklif qilingan nomzodga ovoz berishlaringizni so'rayman. Rozilar? Qarshilar? Yo'q. Betaraflar yo'q. Tasdiqlandi. Deputat Boymirzayeva Gulnora Xo'janova sessiya kotibi etib saylandi. Marhamat, joyingizni egallashingiz. Hurmatli deputatlar, sessiya kun tartibi barchangizga onlayn tarqatilgan. Kun tartibidagi birinchi masala, ya'ni Yangiyer shahrida to'ylar, oilaviy tantanalar, ma'raka va marosimlarni tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida so'zni Yangiyer shahar kengashi huzuridagi O'zbekiston Adolat partiyasi deputatlik guruhi rahbari Abduxoliqov Islom Rahimqulovga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli sessiya raisi, hurmatli deputatlar, taklif qilingan mehmonlar. Bugun biz barcha fuqarolarimiz hayotida bevosita ta'sir qiladigan jamiyatimiz ijtimoiy barqarorligi, oila farovonligi va xalqimiz turmush darajasiga daxldor bo'lgan muhim masala to'ylar, oilaviy tantanalar, ma'raka va marosimlarni tartibga solish masalasini muhokama qilmoqdamiz. So'nggi yillarda mamlakatimizda ortiqcha isrofgarchilik va dabdababozlikka barham berish borasida muhim ishlar amalga oshirilmoqda. Ammo ayrim hududlarda hanuz to'y va marosimlar haddan tashqari dabdabali o'tkazilishi, oilalarda ortiqcha qarzga botirilishi, ijtimoiy tengsizlik kayfiyatlarini yuzaga keltirilganligi tashvish uyg'otmoqda. Shu sababli Yangiyer shahrida ushbu yo'nalishda quyidagi chora-tadbirlarni kuchaytirish zarur deb hisoblaymiz. Birinchidan, mahallalarda jamoatchilik nazoratini kuchaytirish, to'y va marosimlarni me'yor asosida o'tkazish bo'yicha aniq tavsiyalar ishlab chiqish. Ikkinchidan, dabdabalarni targ'ib qiluvchi salbiy kontentlarga qarshi ma'naviy targ'ibotni kuchaytirish, kam ta'minlangan oilalarni moddiy qo'llab-quvvatlash mexanizmini yaratish. Uchinchidan, yoshlar orasida tejamkorlik madaniyatini shakllantirish. Ushbu chora-tadbirlar natijasida oilalar ortiqcha qarzdan saqlanadi. Jamiyatimizda ijtimoiy hamkorlik mustahkamlanadi. Isrofgarchilik kamayadi. Aholi turmush darajasi yengillashadi. Hurmatli deputatlar, to'y va marosimlar xalqimizning azaliy qadriyatlaridan biridir. Ammo bu qadriyatlar ortiqcha dabdaba va isrofgarchilik vositasiga aylanmasligi lozim. Bizning asosiy vazifamiz xalqimiz manfaatini himoya qilish, barakani kamtarlik va soddalikdan targ'ib etishdir. E'tiboringiz uchun rahmat. Hurmatli deputatlar, mana sessiya kun tartibiga kiritilgan masala o'ta dolzarb. Hammangiz bilasiz. Xalqimizning azaliy qadriyati bo'lgan to'y tomoshalar, ma'rakalar ortiqcha isrofgarchilik o'tkazish bo'yicha bir necha yildan beri harakat ketyapti. Mana hozir sessiya kun tartibiga bu masala ko'tarib chiqildi. Aslida negizlayotgan narsa xalqimizga yanada yengillik yaratish. O'sha xonadon egasiga ortiqcha xarajatlardan qutqarish, isrofgarchilikdan qutqarish. Marhamat, Marzachi qanday savollar bor? Marhamat, ustalar. Mavzuda yoshlar o'rtasida tejamkorlik deb aytiladi. Endi haqiqatan yoshlar o'rtasida mutlaqo yosh to'y bo'ladigan bo'lsak, 10-15 yildan moshina qiladi-da. Mana shu mexanizmni boshqacha qilish kerak. Har bir moshinaga men o'ylab qaradim 500 dollarda 10 ta moshina qilsa 500 dollarmi? Shuni kelishi shu darajaga keltirish kerakki, shu mablag'ni yig'ib bitta moshinaga ikkita moshina qilib hozirgi shu yo'llar
bir texnik vositami, kredit mashinami, shu oilaga kiradigan narsalarni olib bersa-da, shuni ta'rif qilish kerak yoshlar o'rtasida. Chunki hozir ko'rasan, rasmga tushga kelganda 10-15 ta mashina bo'lib ketadi. Shu bo'yicha shu ishlardan boshlash kerak. Masalan, shahrimizda ayniqsa yoshlar o'rtasida yoshlarga ta'rif qilish Islom juda to'g'ri masala ko'tarildi. Mana shu masalada ham yangi yer namunasini olib chiqish kerak-da. Menimcha qo'llab-quvvatlaydi. Marhamat. Assalomu alaykum hammaga. Islomga yaxshi masalani ko'tarishdan bugungi kunda hozir yoshlar tomonidan ish olib borilyapti, targ'ibot boshlanadi yo'qmi? Ikkinchidan bu nafaqat yoshlarga, butun oila a'zolaridan ishlashimiz kerak. Ota-onalar bilan, qaynona-qaynatalar bilan, keyin ko'proq mana ajrimlarga sabab bo'ladigan uchinchi shaxslar bilan ishlashimiz kerak-da, oiladagilar bilan. Bu juda yaxshi masala, lekin boya Yusuf aytgandek haqiqatda mashinalarni to'xtatish. Bu yoshlarga bog'liq bo'lgan masala. Xuddi shunday savol. Hozir olib borayotgan ishlarni boshlandimi yoki endi mana kuchga kiradimi? Shu to'g'risida Savolingiz o'rinli. Sessiyaga kirishdan oldin Yoshlar ishlar bo'limi, Yangi shahar bo'limi tomonidan ishlar amalga oshirilmoqda. Hozirgi kunda ZAGSga ariza yuborgan yosh oilalarimiz bor. Ular bilan to'g'ridan-to'g'ri uchrashib, ularga oila qadriyati haqida, isrofgarchilik haqida tushunchalar berib, ularga to'g'ri tushuncha berilyapti. Hozir deputatlarimiz aytib o'tganlaridek, shu kortej masalasi bo'yicha ham alohida to'xtalganmiz. Hozir yoshlarga alohida aytib o'tilyapti. 10 tadan ko'ra 5 ta mashina qilib, qolganini pulini yig'ib, shu kuyovga bergani yaxshi. Shu masalalarni ko'tarib, targ'ibotlarni amalga oshiryapmiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli sessiya raisi, sessiya ishtirokchilari. Endi men o'zimdan kelib chiqib bir taklifimni bermoqchiman. Mana xabarlaring bor, 23 noyabr kuni qiz uzatdim. Faqat yoshlarga emas, kattalar ham bu narsani nima deydi, birgalikda va maslahat rejalashtirish kerak. Ortiqcha o'sha nima deydi, xarajatlarni oldini olish uchun. Biz odam bilan o'tirdikda, kerak bo'lsa to'y oldi. To'ydan keyingi hamma orzu-havas, ortiqcha xarajatlarni chekladik. Kerak emas, nima deydi? O'sha yoshlarni qo'llab-quvvatladik va kerak bo'lsa, qudalar bilan o'sha yaqinlariga beriladigan turli sovg'alardan ham voz kechdik. Kerak bo'lsa, hammasini bitta qildik, bitta bazm qildik. Farzandlarimiz baxtli, hech qanaqa bir nima yo'q. Qudalar o'rtasida ham yaxshi kayfiyat bir-birimiz bilan ularchiligimizni davom ettiryapmiz. Ko'ngil xiralikka to'g'ri ekan. Ko'ngil xiralikka sabab bo'ladigan omillarni olib tashladi. Nima ham bo'lmadi. O'sha narsalarni ham faqat yoshlar o'rtasidagi targ'ibot ishlarini, tashviqot ishlarini amalga oshirsa, kattalar esa xudo andalar o'rtasidagi munosabatlarni bir tizimlashtirsak, o'sha cheklasak, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Rahmat. Marhamat. Assalomu alaykum. O'sha hozir Islomjon aytgan targ'ibot tashkilot ishlarimizda yoshlar olib borayotgan ishlarga mana shu yerda o'tirgan yosh ulug' deputatlarimiz ham shu qo'shimcha komissiya Juda yaxshi bo'lardi. targ'ibot tashkilot ishlariga deputatlarimiz ham qo'shilsin. Juda yaxshi bo'lardi. Fikr bor. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar. Bu bo'yicha maromiylik dasturi qabul qilinib, mana biz qariyb 2 oydan beri ishlayapmiz. Sentabr oyida Vazirlar Mahkamasini maxsus qarori qabul qilingan edi. Isrofgarchilik va oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha sentabrda qabul qilingan qaror. Shu asosda respublikada tegishli vazirlik qo'mitalari tomonidan maromiylik dasturi qabul qilingan. Maromiylik dasturi bo'yicha ishlayapmiz. Mana endi achchiqchana gapirib olish kerak. Mana sizlar to'g'ri fikrlarni aytdilaring. Targ'ibotga olib borish kerak deyapti, lekin ustoz. Mana shu narsa bo'yicha bir necha marta yoshlarni chaqirdikda, birorta targ'ibotda ishtirok etmadilar. Mana buni e'tiborga oling. Endi mahalla raislari bunga hamda mahalla raislari ham tadbirlar qilyapti, olib ketsa, birorta mahalla raisi olib kelmayapti. Nayib qo'yib. Aytamiz, mana yerda zalda chiroyli gapiramizda, qilishimiz kerak edi. 10 yillar oldin senat qarori qabul qilingan. Bundan 100 yil oldin Mahmud Xo'ja Behudiy yurtlarni ishlashtirish haqida. Biz faqat zalda gapiramiz, lekin mana diniy qo'mitalar vakillariga, to'yxonalarga ham bor, har bir ovqatlanish kerak. Endi biz buni noqonuniy ovqatlantirib
berdik, chunki tadbirkorga tegishli bo'lmaydi. Borib to'yda ixcham aytsang, odamlarga borib gapirsa, nima uchun to'yxonani jarima qilmaysizlar, to'yxonaga indamaysizlar deydi. To'yxonaga hech kim gapirishi haqi yo'q. Chunki ombudsman orqali, biz ombudsmandan ruxsat olish kerak to'yxonani borib jazolash uchun, nima uchun ko'p to'y katta to'yxonalarga sharoit yaratilgan. Lekin u narsani ham qila olmaymiz. Biz faqatgina targ'ibot. Targ'ibotni birinchi navbatda ayollardan boshlash kerak ekan. Biz ayollardan boshladik ham. Bir joyda shunday trening o'tkazyapmiz, men o'zim trening o'tkazib beryapman tadbirlarda. Joyga usta o'tkazayotganda bir ayol yig'ladi. Ayol tadbir bo'lyapti, yig'layapti. Nima uchun yig'layapsan desa, shuncha isrof bo'lganiga men ko'rmabman, bilmagan ekanman. Mana shuncha isrof bo'lyapti, isrof bo'lganligini endi bilyapti. keltirib beryapmiz. Mana endi mana shu narsani yana bir vaqt ichida aytdim, onlayn ketyapti. Ko'radiganlarim ish olish uchun. Mana ana shu to'yxonasi bizda eng katta to'yxona. Shunday to'yxonasi. Shu to'yxonada to'y o'tkazish uchun zalda to'ldirishga 600 talik 1000 ta odamga taklifnoma beriladi. 1000 ta odam. Shunda 600 ta odam keladi. Taklifnoma bergan hammasi demaydi, 600 ta keladi. Misol uchun 17:00 da to'y boshlanishi kerak bo'ladigan bo'lsa, to'y boshlanishda eshikni ochadi. Ochganda birinchi ayollar kiradi, erkaklar ichida qolib ketadi. Keyin erkaklar ham kiradi. Kirganda birinchi sizlarga savol berib o'tiraman, lekin o'tirganlarga savol beryapman. Mana treningda. Birinchi kirgan odamlar dasturxonga tarmashadi. Ana odam qo'rquvda ochib olib turib, hali to'y ochilmadan quyishni boshlaydi-da, qo'shilib ichishni boshlaydi. Erta kelsa bu endi yoshlarga tanqidiy fikr. Erta kelsa kelgan 20 minut ichib qo'yadi. Bo'lmasa 1 soatda ichib qo'yadi. Yalloqlik qilib yuradi, ungacha dasturxonda hech narsa qolmaydi. Dasturxon rasvo bo'ladi. To'yda syomka qiladigan tasvirchilarimizning eng birinchi muammosi bir chiroyli dasturxon topolmay xunob bo'ladi. Endi ochib berish boshlanadi. Tayinli hurmatli odam to'yda ochib beradi. Ochib bergan vaqtda ochgandan o'zi odamlar chiqib ketish, birinchi taom kelmasdan chiqib ketishni boshlaydi. Qo'lda telefonni ko'taradi-da, jiringlamadan telefonni baqana qilib chiqib ketishni boshlaydi. Buni kuzatib ko'rganmiz. Aynan mana shu o'tkazishni biz maromiylik dastur uchun kuzat degan. Birgala diniy qo'mita bilan birga to'ylarga borib kuzat. Syomka ham qildi. Endi birinchi taomda 600 kishi keladi degan to'yga yana ko'plarni 700 kishi taom qiladi. Bor yo'g'i 400 tasi suziladi. 300 tasi axir qo'shib tashlanadi. Endi ikkinchi taomga borgancha zalda 50% odam qolmaydi. Bir 200 ta odam qoladi. 100 ta odam o'sadi, 600 ta ikkinchi taomda isrof bo'ladi. Endi to'y ikkinchi taom suzgandan keyin davrada kim qoladi? 50-60 ta odam qoladi. Yaqin qarindosh ham qolmaydi. Uzoqdan kelgan baqana qilib ketadi. Faqat yoshlar qoladi. Yana yoshlarga ta'rifda. Demak, ana shu to'yni ixchamlashtirishda birinchi ayollar agar o'zlari tashabbusni qo'lga olmasa, endi pul topgan erkak nima qiladi? U boyagi ayollar ixchamlashtirman desa, jon qabul qiladi. Yo, men katta to'y qilaman demaydi. Shuning uchun ham biz boyagi targ'ibotni mana qarorda qabul qilishda ham adliya bilan birga ishladik. Kirgan juda avval mana yana u bilan ishladik, gaplashdik. Ko'p joylar o'qib tashlandi, haqiqatan tadbirkorlar to'yxona bilan ishlayotgan joylar o'qib tashlandi, chunki unda tadbirkorlik tegini bo'lmaydi, lekin faqat targ'ibot bilan qilish kerak. Shuning uchun to'g'ri fikr aytdingiz. Boyagi maromiylik guruhini ichiga deputatlar kiritish kerak. Buni har bir mahallada graf qilib turib, hozir to'y qiladiganlar bilan o'tkazish befoyda. Chunki u xarajat qilib bo'lgan. Mebelda ham bor. Endi kelajakda to'y qilaman deganlar bilan ishlash kerak. Rejagrafiya qilib 2 oydan keyin, 6 oydan keyin to'y qilaman deganlar bilan ishlash kerak. Shuning uchun boyagi bu dastur qarorni o'zimizdan birga ishlaganimiz juda yaxshi qabul qilindi. Shuning uchun dasturda yana qanday qo'shimcha qo'yishlar qabul qilsak, mana shu asos sifatida qabul. Yaxshi qaror bo'lyapti, dolzarb qaror. Rahmat. Marhamat. Assalomu alaykum. Juda ham chiroyli dolzarb masala muhokama qilyapmiz. Mana to'y marosimlarida boyagi aytilganda yoshlar, ayollar, qudalar bilan hammasi ishtirok. Lekin shu ishtirokni mahalla raisi, masalan,
mahalla raislari o'ziga taalluqli bo'lgan tomoni. Ramzan hisob olish kerak. Yoshlar yordamchisi bor, yoshlar nimasi bormi? Mahallada ular yoshlar bilan ishlash kerak. Xotin-qizlar faollari ayollar bilan ishlash kerak. O'sha qizlardagi ayollar oshi yoki o'sha zaksga borish, zaksdan keyingi yoshlarni tadbirkorlardagi o'tishi, bularni hammasini mana shu mahalladagi yetkazib o'zini qat'iy nazoratga olishga o'zini yo'nalishi. Albatta biz deputatlar ham sizlarga yordamchi bo'lamiz. Va bu narsalarni endi ko'proq siz bilasiz, masalan, boyadan keyin yoki 2 oydan keyin kimda qanday to'y rejalashtiryotgan bo'lsa, o'shanga bizni yordamga chaqirsak deputatlar hamma o'zi saylangan maqom bilan sizlarga yordam beramiz. Lekin eng asosiy ishni shu mahalladagi yetkazib o'zini yo'nalishi bo'yicha olish kerak nazorat. Bundan faqat to'ylar, masalan, nimalar bo'lyapti, yubileylar bo'lyapti, ularni ham nazoratga olish kerak. Yana bir narsa aytmoqchi edimki, masalan, shahardagi to'yxonalarda nafaqat shahar aholisi, Xo'roz tumani aholisi ham kelib ulardan foydalanadi to'yxonadan. Shunda lekin har qanday holatda baribir Yangiyer shahri deb qayd etiladi. Shuning uchun o'ylayman, shu boshqa tumandagi mahallalar bilan hamkor ishlashimiz kerakki, ular shu biz qo'llagan ko'targan tashabbusni ular qo'llab-quvvatlashi kerak. Chunki bizni shaharga kelib ular shu to'yxonalardan foydalanyapti. Demak, ular bizlardan ham qanday talab va takliflarimizni qo'llab-quvvatlashga majbur bo'lishi kerak. Fikrim shu edi. Men yana bir fikr aytmoqchi edim. Nima aytilgandek, sizlar deputatimiz aytganidek, biz ham bir tadbirda ishtirok etdik. Juda ixchamlashtirilgan, lekin bunday naql qilsak, mana yosh kattalar biladi. Hozir juda o'ziga kirib ketgan boshqa to'y bor. Boshqa to'y degan narsa, masalan, biz yosh kattalar biladi, bizlarda bu darajada boshqa to'ylar bo'lmaydi. Hozirgi ana shu sandiqlarni yo'q, kelinga qilib kelingan sarfolarni ko'rsatib, bunday olib qaraganda u kimga qiziq? Men u yerda bo'lgan odamga qiziq emas, aksariyat. U qilgan bo'lsa o'zini farzandi uchun. Ana shu narsaga juda qattiq chek qo'yish kerak. O'sha fotiha to'yi va kuyovlarga uni qaytishi, to'sh, mana shu ikkita narsani juda hozir avjga chiqaryapti. Juda ham avjga chiqadi. U sandiqlardagi narsalar bilan u shunchaki bo'ldi. Ham isrof narsa nima? Kelin bitta kiyimini bir 10 yil kiyadi. Har kundan kunga qancha yangi narsalar. Buni butun bir sandiqda qo'llab, buni xalqqa yana ko'rsatib, mana bo'lsa, bu narsani juda qattiq ushlash kerak. Ashqolatda qo'yib bilan qo'sh qaytarish bu narsa edi. Hozir juda avjiga chiqdi. Bunga mana shu xotin-qizlar faoli qattiq ishlash kerak ayollar bilan. Birgalikda masalan deputatlar hamma qachonga qaysi bir to'yxona to'y arafasida turgan bo'lsa shu xonadonga tashqi qo'yib bo'lamiz desa, mahalla raislari biz birga boramiz. Mana shu narsalarni hammasi sekin-sekin to'g'ri bir-birlariga ularga o'qitish oson bo'lmaydi. Sekin-sekin harakat qilsa, manimcha juda o'zlaridan foydali narsa bo'ladi. Rahmat. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, assalomu alaykum, hurmatli ishtirokchilar, mahalla raisi, Omad Sayfulloh bo'laman. Hozir deputatlarni gapini eshitdik, to'y marosimlarini qisqartirish bo'yicha, mana shu to'ylarga xarajatlarni qisqartirish bo'yicha mana bir taklifim, mana mahallada 12 ta mahallamiz bor Yangiyer shahar. 12 ta mahallamizga mana to'g'ri aytib o'tdim, mahalla 7 tagi bor. Har bir mahallada deputat bor. Har bir mahallada deputat bor. Har bir mahallani o'zida komissiya. Hozir biz shahar bo'yicha bitta komissiya tuzib, masalan, Bobur mahallasida 15 ta to'y bor. Misol 15 ta to'y bor. Yo boshqa mahallada, misol, shahrimizda 150 ta to'y bo'ladi, 100 ta to'y bo'ladi. Tuzilgan katta ishchi guruh har biriga borib o'tmaydi. Har bir o'zining mahallasini deputat bilan nazoratiga olsin. Deputatlar ham faol qatnashsin. Mahalla raisi bilan birga borib, faqat mahalla raisi xotin-qizlar faoli yo boshqasiga ish olib ketmaslik kerakda, yoshlar yetakchisi boshqasiga. Mana shaharda tuzilgan ishchi guruh masala bo'layotganlarga boradi. Masalan, tashkilot rahbari bo'lib ishlaydi, biror joyda to'y qilyapti, yo boshqa bo'lib ishlaydi. Bir xillar mahalla yettiligiga depsam qaraydi, yo boshqa qaraydiganlar. O'shalarga borib o'zini shug'ullanadi.
rahbariyat tomonidan bitta katta tuzilgan, lekin har bir mahallada ishchi guruh tuzish kerak. Shu biriktirilgan deputatlar, saylangan deputatlar ham xalq ovozi bilan saylangan, mahalla raisimiz ham ovoz bilan saylangan, qarorlardagi ish-to'g'riliklar va marosimlar bo'yicha nazorat olish mahalla raislariga yuklatilgan, mahalla ustiga mahalla raislari. Lekin mana shunga deputatlar ham nima deydi? Faol ishtirok etsa, bu juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Har bir mahallada bittadan ishchi guruh tuzishimiz kerak. To'g'ri. Rahmat. Marhamat. Assalomu alaykum. Yerda taklif bor hamda bir ko'p degan narsani aytsam, mayli, ruxsat bersangiz. Tojikiston Respublikasiga borib keldik kechaga. Qarang, hajdan kelganga ko'chadan ichkariga kiradigan kechki keldi. Og'izlardan ichib qaytib ketyapti, uy kirmayapti. To'yda borib 100 ta namoyish kelsa, shtrafni to'laydi. Buning uchun borib men ishonchim komil. Buni deputatlar hal qila olmaydi. Unga borib bir organ xodimidanmi yo birontasini borib o'shani qo'ysagina o'sha bajariladi. Qaror qabul qilinmasa borib bu mahalla uyushma raisimi yoki menmi yoki deputatlar borib kechiradi, yuziga qaraysizda qilolmaysiz. 150 bo'ldi. 151 kishi kirib keldi, arkasidan bittasi kelib ishtirok ketdi. Juda katta ishtirok. Juda arzon keldi. Nafaqat to'y, qarang. Ta'ziyada shunday bo'lyapti. Ta'ziyada bizlar 3-5 mayli endi bu har kuni unaqa narsa yo'q ekan. Men kecha kun borib kelayapman. Ayniqsa borib to'yda bir qarabang bir tashkilot dedi otilida. O'sha uyushma, mahalla uyushmasi tomonidan saylangan. Bunga juda hamma e'tiborlar qarar ekanda. O'shalarga inobat qiladi. Rais bu qarorda ishlaganmiz sababli mana shu yerda vaqtlarga jarima bor. Mana javobgarlik to'g'risida kodeks va mana qarorda ko'rsatib o'tilgan shu joylar. Bu avvalgi senat qaror qanday bor? Faqat mana shu narsa bizda hech kim shug'ullanmayapti. Shuning uchun mana qarorni qabul qilishdan maqsad komissiya shakllantirildi. Komissiyaning ichida bor hammasi endigi to'ylarda mana shu ostchi hisoblashga qilinganda tegishli javobgarlikka tortiladi. Men shu o'rinda endi yana qaytib qilmadim, shu qarorda qo'shimcha kiritish kerakida shu narsani qilib o'tirmoqchiman. Mahalla raislari to'y ma'rakalar bo'layotganidan bexabar qolib ketadi. Shuning uchun zaksga yoki mana to'yxonalarga bir topshiriq ketish kerak shu qarorda. To'y qiluvchi yo ma'raka qiluvchi mahalladan spark olsin. Shu qilayotganligini aniq qilish kerak. Mahallani xabardor qilish kerak. To'y qilyapti, mahalla raisi aytmaydi. to'g'ri. Bexabar qolib ketadi. Hozir borada daftar tutilishi kerak. To'g'ri taklif. Shu qarorga agar bu 98-yilda mana shu qaror chiqqanda kechirasizlar-ku, Tojikiston mana shu qarorni bizdan oldi. Lekin ularda shuning qat'iyatligi saqlanib qoldi. Bizda yo'q. Bizni kim buzadi? Toshkent bilan Samarqand buzadi. Boshqa viloyatlar quloq solishi mumkin bu qarorga ijro. Lekin Toshkent bilan Samarqand to'xtatib bo'lmaydi. Endi mayli. O'zimiz mana shu ko'tarib chiqilgan taklif yaxshi. Umuman xalqimizning ongida o'zgarish ketyapti. Shaxsan men mana hozir Gulistonda bir nechta umraga borib kelganlarni ko'rdim. Borib kelgan hech qanaqa xudoyi hech narsa osh bu narsa yo'q. Bitta kambag'alga o'zini yordamini qilyapti. O'sha qiladigan xarajatni ma'lumot bunga o'rganyapti odamlar. Yusuf aka erta buni imom xatibimizga olib chiqish kerak bo'lmaslar mana shu taklifda. Juma kuni bir masalani ko'tarsalar, xalqqa yetkazilsa, qolganini mana mahalla raislari, 7lik deputatlar birgalikda xudo xolasa ishlaymiz, yaxshi tashabbus. Xo'p, boshqa savollar yo'qmi? Yo'q. Demak, qaror loyihasi hammaga tarqatilgan. Ovozga qo'yaman. Rozilar? Qarshilar? Yo'q, betaraflar yo'q. Rahmat. Qaror qabul qilindi. Islom endi qattiq ishlaysizlar. Birinchi o'sha zaksni nazoratga olinglar kortejni. Qolgan joygacha. O'zi xalqqa kerak. Odamlar ham turibdi. O'zi kun tartibida ikkinchi masala, ya'ni Yangiyer shahar hududida yashil jamoat parki tashkil etish to'g'risida so'zni shahar ekologiya atrof muhitini muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi bo'yicha bo'limi boshlig'i Rustamov Mirjalol Bastamoviga beramiz. Marhamat.
Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 30-dekabrdagi Respublikada ko'kalamzorlashtirish ishlarini jadallashtirish, daraxtlarning muhofazasini yanada samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF-6 sonli farmonini O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-yanvardagi O'zbekiston 2030 strategiyasini atrof-muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yilida amalga oshirilgan oid davlat dasturi to'g'risidagi PF-16 sonli farmon hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 27-sentyabrdagi yashil bog'larni barpo etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 529 sonli qaror asosida Yangiyer shahar Zahiriddin Muhammad Bobur mahalla hududida 60 sotix yer maydonida yashil jamoat parkini tashkil etish to'g'risida taklifini beraman. Marhamat. Boburda. Mana bu sanatoriyani qarama qarshisi bor, monument. Hozir stela to'g'risi. Oldin buni Yo'q, buni bu yoqda hozir bu ikkinchi loyiha ketyapti. Birinchisi yashil bog' bo'ldi. Sanatoriyani yon tomoni, bu yerda bog' tashkil qilinadi, faqat daraxt ekilib sug'oriladi. Yo'l chetida bog' barpo bo'ladi, yashil bog'. Bu esa kechagi shu hokimimiz ham tashabbusi bilan, zam hokim tashabbusi bilan bu qaytadan bizni vazirlikdan yana o'rganishga keldi. O'sha sanatoriyani to'g'risini yashil jamoat parki qilishga, aholiga yaqin qulay joy. Bu boshqa loyiha. Bu loyihani o'sha hozir tapasyonkalar berilyapti, kartalar berdik bu joyda ham. Bu joyga 250 million emas, o'sha loyihaga qarab 1 milliardgacha pul ajratiladi bu yerda. Ekologiyadan. Ha, biz ekologiya vazirligidan ajratiladi. Sharoitlar yaratish to'g'risida. Bu yoqda hozir taxminan 10 dan oshiq skameyka bo'ladi. Keyin o'sha stela rekonstruksiya bo'ladi qaytadan. Boyagi eskirgan ularning burchatkalari olinib, chiroyli qilinib, atrofiga daraxtlar ekiladi, yashil zona barpo qilinadi, yo'lak qilinadi. Yo'lakka освещение bo'ladi, boyagi o'tiradigan o'rindiqlarning yonida chiqindi qutilar joylashtiriladi. sanatoriyaga kirishda ikki yonimi? Yo'q, sanatoriyani qarama qarshida stela bor. Aholi turadigan tomon bor. Ha, o'sha tomon. Hadis bardaga Svet qo'yilarmikan? Ha, bo'ladi, o'zini ashkeniyasi bo'ladi. Solnishli panelda bo'ladi. Ikrom aka tushuntiring qayerdaligini. Assalomu alaykum. Barcha shaharlar hozir ekologiya boshlig'i aytishga tashkil bu ekologiya tomonidan ajratilgan loyiha bo'yicha yutib olganmiz 250 million so'm. O'sha hisobga quriladi. Boburga deganda reklamatsiya kerak, shuning uchun Boburga ekan. O'sha uchun koreksiya ta'minotida o'ylangan hech kim ovoz bermagan, ovoz berib, ekrup ovoz yig'ib olish. Halolingiz bo'lsin, faqat qayerdaligi to'g'risida bizda tushuncha. Qayerdaligi? Sanatoriyani to'g'raysiz. Sanatoriyani hozir tomonda Yo'lda bu Eski monument bo'lgan o'sha yerda. Eski monument bo'lgan, keyin stela qilingan. yo'q, yangida bir. Tushunaryapmi aka? Yo'q, sanarasi. Bo'ldi, savollar bormi? Rahmat. Ovozga qo'yamiz. Kun tartibi masala bo'yicha qaror loyihasi topshirilgan. Rozilar? Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Tasdiqlandi. Rahmat. Kun tartibidagi 3-masala, ya'ni shahar mahalliy byudjetining qo'shimcha manbalari hisobidan mablag'lar ajratish to'g'risida. So'zni shahar iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'ining o'rinbosari Xudoyqulov Dilshod Abdugafarovga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli yig'ilish qatnashchilari, raislik qiluvchi. Demak, ikkita masala bor bugun muhokama qilishimiz kerak bo'lgan. Yangiyer shahrining 2025-yil 9 oylik asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlarini ham muhokamadan o'tkazib olsak, qisqacha yoritib bermoqchiman. Demak, shaharni kompleks ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish, yuqori barqarorlik, iqtisodiy o'sishga erishish, aholi yashash va tadbirkorlik faoliyati uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, yashil tamoyil yondashuvlarini keng joriy etish O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 20-dekabrdagi hududlarda
Davom ettiring. Hududlarda yuqori iqtisodiy o'sish va aholi bandligini ta'minlashning yangi tizimini yo'lga qo'yish hamda bu borada mahalliy hokimliklarning roli va mas'uliyatini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF 223 sonli farmonga asosan Yangiyer shahrida 2025-yil 3-chorakida iqtisodiy ko'rsatkichlar quyidagicha bajarildi. Sanoat mahsulotlarining o'sish ko'rsatkichlari rejada 114,4% o'rniga 115,2% ga, qurilish ishlari hajmi 3-chorakda 252,4 milliard so'mga rejalashtirilgan bo'lib, haqiqatda 465 milliard so'mga bajarilgan. Ya'ni rejaga nisbatan 148% ga bajarilgan. Jamoatchilik fikri asosida ochiq byudjet doirasida 3-chorakda 3 milliard so'm bo'lib, bajarilish hajmi ham 3 milliardni tashkil qiladi. Ko'p kvartirali uy-joylarni qurilish tashkil qilish, shu jumladan Yangi O'zbekiston massivida 2025-yil 3-chorakda 168 ta xonadon qurilishi rejalashtirilgan bo'lib, haqiqatda 240 ta ko'p qavatli xonadonlar qurib bitkazilgan. Bundan tashqari bir mahalla 7 dasturchi loyihasi doirasida yoshlarni xorijiy tillarga ko'nikmalarni o'qitish uchun 3-chorakda 25 nafar, bajarilishi ham 25 nafarni tashkil qilgan. Ya'ni dasturchilik bo'yicha o'qitish tamoyillari asosida. Aholi punktlarida optik tolali va aloqa liniyalarini kengaytirish 30 kilometrga belgilangan. Amalda 31,9 kilometrga bajarilgan. Shu kabi iqtisodiy ko'rsatkichlar orqali shaharning 2025-yilning 3-chorak bo'yicha amalda ko'zda tutilgan rejalar barchasi bajarilgan, ko'zlangan maqsadlarga erishilgan. Demak, bu sessiyada muhokama qilishimiz kerak bo'lgan birinchi masala edi. Ikkinchi masala bevosita mablag' bilan bog'liq masala. Shahar mahalliy byudjetining 2 va 3-choraklarida daromadlar rejasining orttirib bajarilgan qismi mablag'lari hisobidan shahar iqtisodiy ijtimoiy rivojlantirish yo'nalishlari bo'yicha tegishli talabnomalar asosida shakllangan mablag'lardan quyidagi takliflarni kiritmoqchimiz mahalliy byudjetdan ajratilishi bo'yicha. Jome mahallasining raisi Baboyev Shuhrat Usmonqulovich, profilaktika inspektori Sanginov Ishoq Ilyosxon o'g'li, Beknazarov Jonibek Ravshanbekovich, hokim yordamchisi Raymnazarov G'ulomjon G'oibnazarovich, xotin-qizlar faoli Ergashev Dilfuza Jangiboyevna, yoshlar yetakchisi Sharif O'razali Abduvohid o'g'li va ijtimoiy xodim Rahmat Hamidjonlar va soliq inspektori Mamadyorov Murodjonlarni shu Jome mahallasida obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlarini tashkil etishdagi jonbozligini inobatga olib rag'batlantirish taklifini kiritamiz. Ushbu rag'batlantirish uchun ko'zda tutilayotgan mablag' 28 million so'mni tashkil qiladi. Bundan tashqari yana xabaringiz bor, hokimiyatning apparat xodimlariga Prezident administratsiyasidan kelgan vakillar asosida yangi qonun hujjatlari bilan tanishuvchanligini o'rganish bo'yicha o'quv kurslari tashkil etildi. Kimyo texnologiyalari institutida o'shanda ushbu kurslarni o'qitish xarajatlari uchun 12 million so'm pul mablag'ini. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universitetidagi davlat tilida ish yuritish asoslarini o'qitish va malaka oshirish markazining Sirdaryo viloyat hududiy bo'linmasining 2025-yil 6-noyabrdagi murojaatini inobatga olib, hokimiyat va o'sha yuqori turuvchi tashkilot o'rtasidagi qarzdorlikni qoplash uchun 4,329,000 so'm mablag'lar ajratilishdi. Koreya hukumatining taklifiga muvofiq ikki tomonlama savdo-iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish, yuqori darajadagi tashriflar doirasida erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish va jadallashtirish uchun xizmat safari bilan bog'liq xarajatlarga 30 million so'm pul mablag'lar va shaharda yangi yil archasi bezak xarajatlari uchun, ushbu archani tashkil qilish xarajatlari uchun, bayram tadbirlarini yuqori saviyada o'tkazish uchun shahar madaniyat bo'limiga 30 million so'm miqdorida va obodonlashtirish boshqarmasiga Bobur va Jome mahallalaridagi qulayliklar yaratish maqsadida jami 20 dona chiqindi tashlash qutilari sotib olish xarajatlari uchun 19 million so'm miqdorida pul mablag'lar ajratish bo'yicha takliflarni kiritmoqchimiz sessiyaga. Endi qisqacha shu. Marhamat, hurmatli deputatlar. Nima? Mahallaga radio o'zi taklif berildi. Bu muhokamaga qo'yilganmi? Qo'yilgan.
Endi uni mablag' ajratish bo'yicha taklif kiritish tartibi borda. Tartibi hammasi qonun qoidasi tartibidan yoshlar bo'yicha o'rinbosar tomonidan qanday hujjatlar avval safar Yoshlar bo'yicha o'rinbosarga, yo'q, yoshlar bo'yicha o'rinbosarga siz murojaat bilan chiqasiz. Yoshlar bo'yicha o'rinbosar rahbariyatga bildirgi kiritadi. Bildirgi viza bo'lgandan keyin shu taklif kiritilishi bo'yicha keyin qaror loyihasi uni Doniyorga beriladi. Doniyor keyin uni muhokamaga qo'yadi. 10 kun muhokamada turgandan keyin navbatdagi sessiyada taklifini kiritamiz, ma'qullasalar bajaramiz. Endi sessiya o'tib ketdi, sessiyadan ijtimoiy kotibiyat bilan bir bog'laning. Uni taklif moliya taklifini kiritmaydi-da. Doniyor bitta shug'ullanadi, demak kengashga taqdim qilinmagan, e'longa qo'yilmaganda demak bu narsa. Shunday. Shuni bir qiziq kotibiyatdan, ijtimoiy kotibiyatdan bir biling. Yaxshi. Marhamat. Islom. Assalomu alaykum. Yani taklif bor edi. Mahallada jami 12 ta mahallamiz bor. O'sha mahallalarni qayta rekonstruksiya qilish bo'yicha mahalliy byudjet pulajati yaxshi bo'ladi. Sababi hozir qish mavsumi ancha yildan oldin qurilgan, ta'mirlanmagan mahallalarimiz bor-da. Yomg'irdan suv ketgan mahallalar bor. Yana atabeli qo'yilmagan mahallalar bor. Hozirgi kunda ular atab o'tirib qoldilar. Mana shuni ham bir e'tiborga olib turib, aynan qaysi mahalla? Umumiy atabeli olinmagan, atabeli qo'yilmagan Shodiyona mahallasi, Yuksalish mahallari, qayta rekonstruksiya qilinmagan Davlatobod mahallasi bor. Hozirgi kunda tomidan suv oqib o'tdi. Olimlar o'tirib ishlayapti. Shodiyona mahallasida ularni qayta ta'mirlash bo'yicha mahalliy byudjet pulajati yaxshi bo'ladi. Mahalliy byudjetdan mablag' ajratsak ham bo'ladi, taklifini kiritsalar, qo'shimcha manbalardan, lekin mahalliy byudjetni o'zidan ajrata olmaymiz. Sababi mahallalar o'sha 2 yil oldingi tartib o'zgarishi bilan mahallalar jamg'arma sifatida alohida shakllandi, respublika byudjetidan mablag' oluvchi tashkilot bo'ldi. Uni saqlab turish xarajatlari, mahallani o'sha xodimlarning oylik ish haqi umumiy ular doirasida mahalliy byudjetdan ajrata olmaymiz. Yani ikkita variant bor. Mana qo'shimcha manbalardan mablag' ajratish bo'yicha taklifini kiritsalar, rahbariyat ma'qul deb topsa, o'sha orqali qilish mumkin. Yana ikkinchi eng yaxshi varianti to'liq kapital rekonstruksiyadan chiqarib olishlaring mumkin. Open byudjetga loyihasini qo'yish kerak, mana ovozini olish kerak, yutish kerak. Ko'p mahallalarimiz o'shanday bo'ldi-ku, mana Yangiobod mahallasi bo'ldi. Yana qaysi mahalla? Shodiyona mahalla bo'ldi. Dilshod, sizga bir savol. Qaysi mahallaga chiqindi qutisi uchun dedingiz? Bobur mahallasi bilan Jomiy mahallasi. Nechtadan? Jami 20 ta. 10 tadan Davlatobodga ham biz chiqardik xatni. Bu masala bilan siz shug'ullanasizmi yo Obodon toza hudud shug'ullanadi, kim shug'ullanadi? Qurilish kotibiyati, qurilish kotibiyatiga chiqardik biz ketdi. Hozir bularda umuman bitta ko'chada hozir 8-maktab yonida umuman musor sochilib yotdi. Ko'rgan odam maktab demaydi hozir. Xalq olib kelib o'sha yerga to'kib ketyapti. Nechta qutiga talab bor? Nechta qutiga talab bor? Davlatobodda masalan bitta chiqindixona umuman yo'q-da, maktab yonida bor. Chiqindixona umuman yo'q. Sessiya ko'rsatamiz. Bor chiqindilar. O'sha yerda ko'rsatamiz. Mana uni mana shuni doirasida mayli Davlatobod mahallasiga ehtiyoji uchun mana ikkita quti kerak bo'ladigan bo'lsa ajratib beramiz. Men odam bilan o'zim gaplashaman, bog'lanib. Shunga yordam berasiz? Ha, beramiz. Chiqindixona qurishiga masalan uni yordam qila olmasligi mumkin, lekin chiqindi quti ajratib ikkita quti ajratib berib turing. Birinchi domla oldida chiqindixona qurish bo'yicha takliflar bildirib, pul ajratilgan, lekin hali qurilgani yo'q. Ashnoy birinchi domla oldida. Mablag' qayerdan ajratilgan? Islom bitta so'rovnoma chiqaramiz deb. Maslahatlashamiz siz bilan. Alohida mablag' ajratilgan bo'lsa biz xabar beramiz. Dilshod, siz bilan bog'lanamiz, alohida gaplashamiz. Marhamat. Dilshod, o'tgan safar o'sha sayyor qabullar bo'lgan paytda Shodiyonada fuqarolarimiz murojaat qilganda hokim hozir hududga pul ajratib, o'sha qazog'lar mahalla hududimizda ko'chamizda zamonaviy chiqindixona qurib beraman deb aytdilar. U hozir 3 ta sayyor qabul o'tdi, 3 marta ham va'da berildi. Menimcha shu pul ajratildi dedi hokim. Lekin negadir qurilishi boshlanmadi. Xabaringiz bormi? Hozir hududga men pul ajratib berdim dedi.
chiqindixona, bolalar maydonchasi, shunaqa xarajatlar uchun ancha ajratdik. Endi adresi yo'q, adresonni yo'qda, lekin menda umumiy moliyalashtirish bilan ishlaymiz. Rossiya ko'p o'sha shikoyatlar tazogirlardan bo'lyapti, ular chiqindixona yo'qda. Odamlar yashaydigan joyigacha o'sha o'sib ketib qoladi. Aniqlik kiritib beraman men. Ko'proq obodonlashtirish bilan qilinyapti, unaqa ishlar. Obodonlashtirish orqali aniqlik kiritib beraman. Chiqindixona yo'qda yerda. Lekin hozir shunaqa qarorlarda aytiladiki, 3-marta sayyor qonunga shu takroriy kelgandiki aytildiki, men pul ajratdim, toza qilib beradi. Lekin haligacha chiqadi. Rahmat. Boshqa savollar yo'qmi? Marhamat. Shu masala bo'yicha markaz mahalasidan deputat so'rov chiqarilganida, men tarafimdan chiqarilganida daraka domlaning nimasi o'sha maishiy xizmat magazinlar bor oxirigacha yetgan-ku. Har qaysi oldiga tarafiga musulini chiqarib tashlayapti, lekin tugash qismiga quti qo'yib beramiz. Bunga pul ajratildi deyilgan edi, iyun oylarida. Yarim yil o'tib ketdi, lekin qo'yilgan yo'qda. So'rovingiz kimga borgan? So'rov nimada? Obodonlashtirishda. Obodonlashtirish orqali aniqlik kiritish Pul ajratildi, qo'yib beriladi degan. Tugash qismiga o'sha harakat chaqirib nimasiga. Lekin bitta ajrata olamizmi? Lekin mana shu bu yil hisobidan qo'shimcha manbamiz oxirgi puli mana shu pulga ajratadigan bo'lsak to'liq tugaydi. O'zi bu pul ham shakllanmagan, o'zi ajratilgan mablag'ni qaytarish bo'yicha bitta qaror taklifini kiritadi Doniyor. O'zi 100 million so'm obodonlashtirishga ajratgan pulimiz 90 millionni qaytarib olib, mana shu xarajatlarga Ko'chib ko'rib bering endi haqiqatan. O'shanda ham ajratildi deyilganlikda, u mablag' qaytdi. Endi agar sessiyada muhokama qilingan bo'lsa, biz to'liq o'sha qaror bo'yicha obodonlashtirish orqali bir aniqlik kiritamiz. O'sha so'rovnomani ko'tarasizmi o'zi bir yana? Doniyor ko'tarasiz. Rasmiy xabaringiz bormi? Hokimga xabar bormi? Rahmat. Boshqa savollar yo'qmi? Kun tartib. Rahmat Dilshod. Endi yangilar bas bu narsalar hal qilib bering. Haqiqatan kerak. Mana keyin bo'lib bugun hokimlik soatida ko'tarildi deyaptilar. Bu Yangiyer shahri ko'tarilishi endi yaxshi emas hammamiz. Baribir yuragi og'riydi-da. Shuncha ish ketyapti bu yerda. Rahmat. Hurmatli deputatlar, markazga savollar yo'qmi? Kun tartibi bo'yicha qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan, ovozga qo'yaman. Rozilar? Qarshilar? Yo'q. Betaraflar. Domla o'tkazish bo'yicha bitta e'tiroz bor edi. Men bugun sessiya tartibini gapirishga haqqim boshqa edi. Uzr so'rayman avvalo, lekin hammani ko'nglida bor narsadir. Shu yerga agar siz uzrsiz domla, hokim o'tirganda hozir chiqib ketganlar chiqib ketmasdi-da. Men kim chiqib ketganini ko'rmayapman. Lekin hokimiyat mudirlari javobgarsizlarmi? 55 kun o'tiribsizlar, nimaga chiqarib olasizlar? O'shalar masalan, bulardan so'rab o'tmaslar. Yo'q, bular masalan o'sha narsaga nima deydi? Ular har kimning o'zida bo'lishi kerak, hurmat qilish. Bu shu yerda deputatlar o'tiribdi, mahalla raislari o'tiribdi, nafaqat ko'zlarini filcha olaydi. Bu meni aybim, men ko'rmay qoldim. Meni aybim. Aslida hokim o'tirsa o'shani Buni hozir oxirida gaplashamiz. Agar bular o'z birovga qarab chiqsak bo'ladimi dedimi? Ularning o'zi raislar birinchi masalaga taalluqlidir. Keyingi masalalarga emas. Masalan, ruxsat olib chiqib ketishga haqli. Unda biz ruxsat so'rasa biz chiqarib yuborishimiz mumkin edi. So'ragan yo'q-da. Haqlimi, haqli emasmi? Naryoqda o'tiribdimi, hammani xizmatini qilsin. Ularda har bir vaziyat bo'lishi mumkin. Balki yuqorida telefon bo'lganda, telefon bo'lganda, telefonni olib ketib, Mayli, bu masalani to'xtatamiz, bu o'zimizdaligimiz. Uzr. Rahmat Doniyor, o'tiring. Kun tartibida hamma masala ko'rib chiqildi. Sessiya olib borish bo'yicha boshqa taklif va e'tirozlar bo'lmasa, bugungi navbatdan tashqari sessiyamizni yopib deb e'lon qilaman. Fursatdan foydalanib hammalaringizni kechagi bayramni yana bir marta tabriklayman. Hammaga sog'lik, salomatlik, ishlaringiz